ish bo'l, bas eng zo'r qaysi biri? Eng ko'p beriladigan savol mana shu bo'ladi direct kommentariyada. Endi bilamiz, bizlarni ko'proq yoshlar kuzatishadi, yoshlar bas rosa ham qiziqishadi. O'shani o'ylab, nereallik juda ham kuchli chiqaradigan, basi o'ta kuchli bo'lgan, to'yni kolonkalar damini berib qo'yadigan juft parar ikkitalik kolonka olib qo'yganmiz. Oldin endi o'tamiz, narxsal qimmatroq, lekin pulga juda ham stoyshi kolonka. Mana degan JBL Party Boxlar bilan ovozini solishib ko'rganmiz, damini berib qo'ygan. Mana shunaqa 1,5 metrli 4 ta kolonkani javobini berib olgan ovozi bo'yicha. Videoni oxirigacha ko'rib, bas yoqtiradigan tanishlarga jo'natib qo'yinglar, inshaalloh manfaatli bo'ladi. Firmasidan 12 modeli bo'ladi. Juftli 1.15 bo'yiga 56 kilo bo'ladi. Og'irligi 4 ta 12 dyumli rezniviy kolonka bilan jihozlangan. Only NDF dan ishlangan ikkita yaxshi mikrofonlar bilan komplektga chiqadi. Master ekvalizerlari bor, nizkiy chassata, visokiy chassata hammasini qilib beradi. Blues fleshga ishlaydi, radiolari ham bor. Ovozni o'zini pasaytirib, bas ko'tarib qo'ysanglar bo'ladi. Basi real kuchli. Yonda eshitib ko'rsanglar bilasizlar, mana bunaqa kolonkalarni umuman eshitmaysizlar. Buni ovozini eshitib ko'rsanglar. Har qilgan mijozlar bo'lsa kommentariyada yozib o'tinglar qanaqa chiqarishini. Narxni opsiyani yozib o'tamiz, bitta ovozga baho beringlar. Yo'q siz zakaz berasiz, O'zbekiston bilan kelishilgan holda yetkazib beramiz. Men topar olmadim